Trading bu zamonaviy kasb emas, bu eski boylarning kasbi desam ishonasizmi? Trading o'zi nima? Trading bu savdogarlikning bir turi bo'ladi. Ya'ni bu jarayonda trade bu savdo ma'nosini anglatadi va trading jarayonida siz birjada moliyaviy tovarlar bilan sotiq qilasiz. Ya'ni bo'lishligi mumkin qimmatbaho metallar yoki aksiyalar yoki obligatsiyalar yoki bitcoinlar bo'lishligi mumkin. Lekin faqatgina O'zbekiston musulmonlar idorasi tomonidan joiz deb topilgan yo'nalish faqatgina aksiyalar bilan, real aksiyalar bilan spotda savdo qilish yo'nalishi bo'ladi va bu jarayonda siz aksiya sotib olish orqali siz katta kompaniyalarga sheriklik qilasiz, ya'ni kompaniyani oldin tahlil qilasiz va kompaniyada rivojlanish ko'radigan bo'lsangiz, investitsiya kiritasiz. Investitsiya kiritish jarayonida agar kompaniya halol bo'ladigan bo'lsa va siz real brokerdan, ya'ni siz nomingizga aksiyani o'tkazib beradigan broker bilan savdo qiladigan bo'lsangiz, kompaniyani siz qonuniy va shar'iy tomonlama hamkor hisoblanasiz va kompaniyani foydasiga ham, minusiga ham sherik bo'lasiz. Minusga sherik deganda siz bitta narsaga e'tibor berishingiz kerak. Agar kompaniyani yaxshi tahlil qiladigan bo'lsangiz, siz olgan kompaniya narxi tushib ketmaydi va ko'tarilishidan va kompaniyadan keladigan dividenddan foyda qilsangiz bo'ladi. Agarda siz ham aksiyalar bilan savdo qilsangiz yoki aksiyalar sohasini o'rganmoqchi bo'lsangiz, mana blogimni kuzatishni davom eting va Problem shapkasidagi Telegram kanalimga o'tib, men qilayotgan aksiyalarni, savdolarni kuzatib turishingiz mumkin.